Mana nimani ahvoli, bog'chani ahvoli. Bu O'zbekiston deydilar, yangi O'zbekiston. Gaz bor. Svet samadan, svetan, gazam samadan. Enasi hamsin hali svet yongani yo'q. Mana buni ham uzib ketishibdi. Mana bu yerda nima turuvdi. Keyin yana nimani ko'rsatay? Gazni ko'rsataymi? Gazni ko'rsataman. Ana shunaqa tashkilotlar, tekshiradigan tashkilotlar bo'lsa tekshiringlar. Bu Yangiyo'l shahri Gulbahor tumanidagi 7-bog'cha bo'ladi. Mana bu bizning gazimiz. Mana bu gazimiz ekan. Gaz aholini qaranglar. Bu gaz. O'zbekistonning 7-bog'chaning gazi. Ko'mir emas-da, bu ko'mir emas. Onasini hamsin. Billat. Bollajalka, bog'cha isimaydi. Isidi deb tashab ketishadi. Ichiga haligi grelkalarni yoqib qo'yadi. Bolalar ota-ona ketgandan keyin tarsatib o'chirib qo'yadi. O'sha ahvol. Endi bu yerdan ketayotgan produktlarni qo'yaverasizlar. Kattasidan boshlab baliq boshidan sasiydi deb bekorga gapirilmagan. Ko'zim bilan ko'rdim qancha. Uni aytganing bilan foyda yo'q. Bolalarning haqqini yedi. Yana hojiga borib kelgan hoji ona nomini olgan. Ana shunaqa ayol ekan. Bu hojiga borib kelganim nima foydasi bor ekan, hech tushunmadim. Mana bu kotelniy bo'ladi. Mana bu kotelniy. Kotelniyning ahvolini qaranglar. Kotelniy. Gradus 20 dan ko'tarilmaydi, shu. Ichkari, endi tashqari yursa, tashqarida issiqroq, chem ichkarida. Yana nima? Mana bu yerga kotelniyga deb olingan odam ham qorovulchilik qilish kerak ekan. Qorovulchilikni haqqini xojona yeyish kerak ekan. Kotelchikka oylik chiqyapti. Qorovul yo'q, ham qorovulchilik qilar ekansan. Haqqini xojona yeb yotibdi. Bitta odam pulini. Shunda 3 ta odam bo'ladi. Ana shunaqa qilib движение berdi. Katta ish bor ekan. Bu kotelniyda ham, bog'chada ham deganim, bog'chada ham katta ish ekan. Mana bularni qorovullarga oldirish kerak. Sinayotgan daraxtlarni. Atak rayonlardan chaqirish kerak. Rayonlardan chaqirsa pul ketadi unga ham. Mana shunaqa bog'chada ekan. Hammasi bog'chadan ekan. Bog'chada katta narsa bor ekan. Yeyish faqat, yeyish, bolalarning haqqini yeyish. Uyat yo'q. Bitta bolalarning haqqi emas. Mana bu yerga ishchilar olgan. Ishchi o'rni bor, o'zi yo'q, ishchini o'zi yo'q. Ana pul qayerda? Ana shunaqa qilib harom pullarga hojiga borib kelib hojona nomini olib yuribdi. Shu. Shunaqa. Maylida. Bu tashkilotni ham tekshiradiganlar bo'lsa kerak.
Mana shunaqa tashkilot.